bir hafta oldin o'rnatib bergan zavodimizga keldik. Gazobllar qo'yishni boshladi mana. Ishlar ham normal chiqyapti. Avtomatrikalar ishlash jarayoni. Mana akamiz o'zi latoylari bor, lato ishlab chiqarar ekan, lato ishlab chiqargan joyga qo'ydik. Xudo xolasa mana ishlar ham mahsulotlar chiqishni boshlagan. Bu kirganimiz hozir apparat olib ketayotgandik. Yana bir obyektga qaysi bir kirdik. Biroz qumlar ham to'kilgan. Zinapoyalar qilib apparatlar ishlayapti, mana ishlar qo'yilish boshlandi. Mana shu holatda mana syomkalarni otlarni qo'yib berganmiz. Qalay aka, yaxshilayaptimi? Ilosbek aka o'rnatib berganmiz. Apparat qalay, yaxshilayaptimi aka? Zo'rmi? Zo'r. Akalarimiz o'rnatib berganmiz mana. Mana shu holatda mana ishlab chiqaryapti. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Ha. Qoliplar standart. Ishlarimiz ham mana silliq holatda. Yana bir obyektga ketyapmiz hozir o'rnatgani. Apparatlar ishlashi yaxshi hozircha. Qo'lni mana santexnika avtomat sistemalarni o'zimiz qilib berganmiz. Ha. Kim ishalgan ichida nima bo'ladi deganlarga mana. Bitta parra bo'ladi xolos.